O'rtoqlar, tarbiyachini fikrlarini buzmagan holatda sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramlarda bog'chalarni faqat bayramlarini ko'rgansizlar, lekin Tomsonlendda har seshanba nimalar bo'lishini ko'rsataman. Qarang, mana logoped shunchaki rasm ko'rsatib o'tirmaydi, professional logopedik massaj qilyapti. Mana bu esa pochemuchkalar. Ular shunchaki yodlashmaydi, balki tajribalar o'tkazishadi. Mana ingliz tili darsi, bolalar o'yin paytida bir-biri bilan haqiqatdan ham inglizcha gaplashishadi. Aziz ota-onalar, Tomsonlendda ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilmaydi, chunki bu yerda tizim ishlaydi. Har bir pedagog, har bir trener bolajonlar bilan sidqidildan shug'ullanishadi. Hattoki ota-onalar buni ko'rishmasa ham, shunday sharoitlarga siz bunday pul to'lashga achinmaysiz. Ayniqsa 1 million so'm chegirma bo'lmagan gap. Bunda bog'cha bunaqa chegirma qilishi mumkin emas. Tomsonlend Beltepa filialida hammasi iloji bor. O'rtoqlar, sizlar bir kunga bolajoninglarni bizani Beltepa filialimizga olib kelib, ekskursiya qilib, shu bog'chani atmosferasidan mazza foydalaninglar. Hattoki ovqatlarni ham berishadi. Batafsil ma'lumotga ega bo'lish xohlasanglar, Tomsonlend Direct'ga yozasizlar, hamma savollaringizga javob berishadi. Kimga yoqmaydi? 1 million so'm chegirma.